Bu kino siz ko'rgan eng vahimali va aqldan ozdiruvchi kino bo'lishi mumkin. Tanishing, bu bolaning ismi GD, oddiy yigit, oddiy ishda ishlaydi. Bir kuni ofisdagi tanlovda g'olib bo'lib sun'iy intellektga ega robot yutib oladi. Bu biroz qo'rqinchli ko'rinishga ega robotning nomi Alfa. Har qanday buyruqni bajaruvchi oddiy xizmatkorday ko'rinadi. GD Alfani uyiga olib boradi, ammo GDning ota-onasi robotlarni juda ham yomon ko'rardi. Ular Alfaga itga muomala qilganday muomala qilardi. Bu esa GDning singlisi Lili. U Alfa uchun bu uyda yagona yaxshi muomala qiladigan dugona edi. Bir kuni Alfa uy televizorida jangari qasos olishga qaratilgan qonli kinoga ko'zi tushadi. Bu kino Alfaga noto'g'ri ta'sir qilganga o'xshardi. Alfa uylarni tozalab turganida farrosh ayolni jahli chiqadi va u ishsiz qolib ketishini o'ylab Alfaga suv sepib yuboradi. Alfani jahli chiqdi va Alfa xuddi kinoda ko'rgandek qasos olgisi kelib qoladi. Alfa xuddi kinodagidek farrosh ayoldan qasos oldi va qon izlarini artib tashlab jasadni ko'lga uloqtirib yuboradi. Oila a'zolari Alfadan farrosh ayol qani deb so'rashganida u ishdan bo'shab ketganini aytib yolg'on gapiradi. Alfa endi oddiy robot emas, balki oila uchun ham anchagina xavfli algoritmga aylangan. Filmi to'lig'i juda ham qiziqarli. Filmi to'lig'ini ko'rishni xohlasangiz ushbu videoga like bosing, menga obuna bo'ling. Kinoni to'lig'ini mana bu yerda chiqib turgan Telegram kanalimga tashlab qo'ydim.